Hayit dasturxoningizga shohona ko'rinish beradigan qirimchi paxlava tayyorlaymiz. Idishga iliq sut va iliq suv solamiz. Eritilgan sariyog', tuxum, razrihitel, tuz solib, yaxshilab aralashtiramiz. Elangan unni birdaniga emas, oz-ozdan solib, yumshoqqina xamir qorib olamiz. Xamirni ikkiga bo'lib, 10-15 minut tindiramiz. Un bilan kraxmal aralashmasidan sepib, xamirni yoyib olamiz. Xamirni juda ham yupqa qilib yoyib olmaymiz. Videoda ko'rsatilgandek o'rab, chetini suvlab olamiz. Qovurganda ochilib ketmasligi uchun kesib chiqamiz va har birini orasini ochib olamiz. Oldindan qizdirilgan, lekin hovuridan tushgan yog'da chiroyli rangga kirguncha qovurib olamiz. Orada qiyomini tayyorlab olamiz. Suv, shakar, limon bo'lagidan solib, qaynab chiqqanidan keyin 12-15 minut qaynatamiz va har birini tayyor qiyomga botirib, ustini xohishga qarab bezatamiz. Siz ham albatta bayram dasturxoningizga tayyorlab ko'ring. Dasturxoningizga shohona ko'rinish berishi aniq. Obuna bo'ling, like bosib qo'ying.